Endi tabiiy deganda tabiiy narsa bexosdan paydo bo'ladi. Kulguda ham shunday. Hozir shuni sinab ko'ramiz. Xullas bir yigit mototsiklda ketayotgan ekan, kaskani kiyib olgan, tezda borayotgan ekan, yo'ldan chumchuq o'tibdi-da, kaskaga tegib chumchuq uchib ketibdi. Haligi yigit rahmi kelib shuni chetga olib qo'ydi, bo'lsa yo tirik ekan u, hushdan ketayotgan ekan. Kelib uyga olib kelibdi-da, buvasidan qolgan bir bedana hali 4 qapas bor ekan. Olib kelib shuni ichiga solibdi-da-yu, oldiga non, ozgina suv qo'yib, qapasni yopib ishga ketibdi. Bir payt chumchuq o'ziga kelib, ko'zini ochsaki, qapasda yotibdi. Qarasa suv, qarasa non, o padariga la'nat, mototsiklchi o'libdi-da deymish. Mototsiklning ikkinchi seriyasi. Xotinni orqaga o'tkazib olib, menga qo'yib ketayotgan ekan, chol chiqib qopti. Tormozni bergan, barib tezlik borib sopdi. Mototsiklni orqasi ko'tarilib ketib, xotin uchib ketibdi. Borib xotin shunday tushibdi. Hali bobo ham shu xotin ustiga tushibdi. Qozonga qopqa qo'yganday. Hali yigit undan turib o'lib qolmadi. "Yo'y, turing, singlov, turing, turing, bu men xotinim-ku." Desa yotgan joydan gay kelguncha turmayman. Ko'pincha so'raydi, tomoshabinda o'zgarish bormi deb. Keyingi 10 yilda juda o'zgarish katta muxlislarimizda. Bizga nisbatan talablari ham boshqacha. Avvallari bemalol ba'zi gaplarni gapirsak, hozir o'sha gaplarni gapirishga tortinamiz. Chunki nafaqat ayollar, erkaklar ham sal quyushqondan chiqsak, labini tishlab deydigan bo'lib qolgan hozir. Bir latifa bor, eski latifa, aytib beraman har zaman. Bir to'yda shuni aytishga to'g'ri kelib qoldi. Esimga tushib ketib aytayapman. Latifani boshi sal g'alazrog'i, buyog'i zo'r ketadi. Xullas voqea ko'payda bir yigit ketayotgan bo'ladi, eshik ochilib bir qiz kiradi-da, yaxshi yigit zerikib ketyapsiz shekilli, ha, bir yo'qiraydigan o'yin bor, o'ynaymizmi deydi. Ha desa, ko'zingizni bekitib 100 gacha sanang deydi. Haligi ko'zini bekitib yigit 100 gacha sanab shunday ko'zini ochsa, qiz ichki uyimda turgan ekan. Yo'qiraydi boribdi. Desam mahallani raisi menga qarab labini tishlab dedi. Yoshroq qiziqchi bo'lsa adashib ketadi. Endi ozgina tajriba bor, men ham ishonchim bor, haligi oxiri chiroyliligini davom etib ketdim. Xullas, navbat sizga debdi. Qiz ham ko'zini bekitib 100 gacha sanab shunday ko'zini ochsa, bu yigit o'lgur hovliqib qolgandan enasidan qanday tug'ilgan bo'lsa o'shanda turganimiz. Qizim irimiga yopira, endi sekinroq sanang debdi. Sekinroq degan ekan, yigit ham yuzga solib, shunday olsa qiz ham yo'q emish, kiyim ham yo'q emish. Bir bola qilib provodnikni chaqirib olibdi. Jon aka degan ekan, provodnik ikkita prostin sovg'a qilibdi. Yo'q, shunday o'rabdi o'zini arablarga o'xshab. Voy, tushsa, baxtiga vokzalda 5-6 ta arab yurgan emish. Xursand bo'lib qo'shilib olib, "Assalomu alaykum" desa, arablardan bittasi, "San ham yopirib o'ynadingmi? Yur." O'zgaryapmiz o'rtoqlar. Qiziq, bizni o'zgarishimizni, mana bu yoshlarimizni, bolalarimizni ongi qanday qabul qilyapti ekan deb o'ylab qoraman. Chunki bular uchun olam boshqacha yaratilgandek. Hali ona bola albom varaqlab o'tirib bola, "Yo, aya, mana bu jingilay soch mo'ylov kim?" desa, "Aya, siz nahotki tanimading? Dadang-ku." "Ye, shu jingilay soch mo'ylov dadammi?" "Ha" desa, "Unda bizlar bilan yashayotgan mana semiz kal kim bu?" Bir bolacha akasi doim chiroyli kiyinib mashinada chiqib ketar ekan, qayerga ketadi deb qiziqar ekan, shoshma debdi-da. Akasi kiyingan ichkariga kirganda shab borib mashinada orqasiga yotib olibdi. Akasi shaharga borib bir domla tagiga signal bergan ekan, chiroyli qiz tushibdi. Yoniga o'tkazib bir chetga olib borib turib, "Jonim" debdi. "2 yildan beri orqangizda yuraman. Uydagilar uylan deb qo'ymayapti. Nima bo'lsa bo'ldi, endi shu bugun javobini ayting. Menga tegasizmi, yo'qmi?" desa, qiz "Yo'q" debdi. "Tash pastga" debdi boyagiga. "Tash piyoda ketasan" deb qizni tushirib uyga ketibdi. Voy, bola ko'rdi-yu. Bu ham kelib uydan velosiped taylab chiqibdi. 5-6 sinf bola qarasa, sinfdosh qiz turganimiz, qo'shni qizi. O'tardi, velosipedga o'tkazib olibdi uni. Chetga olib boribdi-da, velosipeddan "Tush. Menga tegasanmi, yo'qmi?" desa, haligi qiz "Tegaman" debdi. Boy bola mirzam bo'lib nima qilishni bilmay turib, "A, bo'pti, men sen velosiped bilan ketaver, men piyoda boraman" deymish. Eng qiyin hazil qilish ayollarimizga. Chunki ayolga bitta gap kam, ikkita gap ko'p, 1,5 ta gap topib gapirishimiz kerak doim. Lekin men eplayman nazarimda, chunki ayollarga bo'lgan hurmatimiz juda cheksiz. Men doim ayollardan maqtayman. Baxtimizga sog' bo'linglar. Keyin yarim kechasi uyg'onib ketsa, eri shibga termilib yotganmish. "Ha dada jonisi" desa, "Men qo'shnimizdan 2 million qarz oldim. Shuni ertalab berishim kerak."
topolmadim desa, shungami bir og'iz menga aytmaysiz, o'rgilib ketay dadajonisi. Hozir hal qilamanman deb kelib turib, haligi derazani ochib qo'shnini chaqiribdi. Abdurahim tog'a, ho, 22 million oluvdimi? Ha, shuni ertalab berish kerakmi? Ha, ana shuni bermaydi deb derazani yopib dadajonisi, uxlavering, endi qo'shni uxlamaydi. Biz sizlar bilan faxrlanamiz ayollar, lekin men o'ylaymanki, sizlar ham biz bilan faxrlanasizlar. Chunki dunyoni mening nazarimda biron bir xalqi o'zini ayolini o'zbekchalik qizg'anmasa kerak. Shu O'zbekistondan chiqaversangiz rashk omonatlashib ketaveradi. Bir donishmand aytgan ekan, eri rashk qilmaydigan ayolning hayoti yog'on sho'rvaga qiyos degan ekan. Haqiqatan qizg'anamiz. Yevropa tomonda xotiniga gapirsa, eri xursand bo'lar ekan. Bizda xotinga gapiryapti. Chiroyli-da, bizda xotin. Nega gapiryapti? Bizlarda birovni xotiniga gapirib ko'r. Yo gapirib ko'r. 32 ta tishingni ro'molchaga tugib beradi. Nima uchun? Chunki bizda ayolga aytadigan shirin so'zni ham, ayolga aytiladigan tanbih so'zni ham aytadigan odami bor. Otasi, onasi, akasi, ukasi, duxi yetsa eri. Duxi yetsa deganning sababi bor-da. Men bitta narsani tushunmayman mana yigitlar. Xotin urmaydi-ya, so'kmaydi. Nimaga qo'rqamiz o'z ulardan bizlar? 3 kun ishga kelmang, boshda qayda eding desam, men bordim, yo'q ekan, kelyapman. 3 kunlik bahona to'qiymiz ey. Men uyga tayyorgarlik ko'rib boraman. Xotin qayerda edi desa, ko'p gap kelmay qoladi. Ishdan kelibdi, yoqasi pomada emish. Ha desa, balda, babang, bo'ldani, avtobusda bitta yarimdan og'iz tiyib ketdi. Gap tugatgan paytda, Hikmat aka rahmat, sog' bo'ling. Gap tugatgan paytda olib kelinglar. Yana rahmat. Keyin kastimni yechgan ekan, orqasidan huzurda soch chiqib ketdi. Ya, desa, balda, avtobusda bitta yarimdan ishqalangan soch ilashib qo'ygan. Yes! Kastimni yechib bergandan keyin ayollarimizni men yaxshi ko'radigan bitta odatlari bor. Albatta nima qilasizlar? Cho'ntayni kavlaysizlar, ha? Shunday qissadan cho'ntaydan bundoq qissa hali ayollarni haligi ichdan kiyadigan bor, o'sha hali Hasan Husanning shapkasi bor. Iya! Xotin shunga ham bahona topib berdi deymish-da. Ayollar haqida son-sanoqsiz hazillar. Shu bugun ertalabda shogirdimiz bittasi topib keldi. Hali jarchi choyxonaga kirib, "Haloyiq! Abdurahim tog'ani xotini o'lib qopti, soat 10 da janozaga. Kechikmay boringlar, ko'p karisi ham bor." deymish. Iloyim to'y bo'lsin. Ha, endi to'y deganda har joyda o'zining urf-odati bor-da. Mana shaharda yosh kelinchaklar bemalol erining otini aytib chaqiraveradi. Abdurahim aka, Mamarayim aka. Qishloqda unaqa bo'lmaydi. Qishloqda yosh kelinlar eriga ey deydi. Ta bitta bola tug'ilguncha ey. Bitta bola tug'ilgandan keyin bolaning otini aytadi. Shaharda bemalol, shaharlik qiz qishloqqa turmushga chiqqan, qo'zivoy akasi, tup. Yo'q, hech kim eshitmadi, bunaqa demang. Yo'q bo'ladi bizlarda, ya. Otimda aytmang, ey deng menga. Keyin qo'chqaram demang, akamni oti qo'chqar. Aytmang. Kelin bo'lmish, molxonaga boribdi-da, birpasdan keyin taraq turib ketibdi. "Ha, xotin" desa, "Enangizga emdiryatuvdim, akangiz shoxlayapti." Kelin-kuyovlar bo'lajak, kelin-kuyovlar zaksga kelgan endi nikoh qaytish uchun. Opa aytibdiki, endi hozir bizda ikki xil nikoh qayd etilyapti, milliy va zamonaviy. Qanday qilamiz? Milliy qayd etamizmi nikohlaringda yo zamonaviymi desa, kuyov bola milliy bo'laversin opa debdi. Zaks kuni kelgan endi yomg'ir yog'ayotgan ekan, shunga o'xshab shalabo yomg'ir. Endi kuyovni shimir rasvo bo'lmasin deb ulfatlardan bittasi kelib, hali kuyov jo'ram bittasi shimlarni tizzasigacha qaytarib nima qilib qo'yibdi, bunaqa mashinaga qaytarib qo'ygan. Shu ahvolda kuyov xayolda yo'q, kelin bilan zaksga kirib boribdi. Tasavvur qilyapsizlarmi ko'rinishda? Tizzagacha shimarib qo'ygan shimlar opa boshlab qopti. Hurmatli yoshlar, sizning nikohingizni zamonaviy, milliy qayd etamiz hozir. Ko'zi tushib, kuyov bola shimni tushiring. Siz kuyovni xayoli qochib ketdi. Yo zamonaviy bo'laversin opa. Bo'laversin, to'ylar bo'laversin, yaxshi kunlar bo'laversin, yaxshi kunlarda uchrashib yuraveraylik. Rahmat.